Bu videoda mashina minadigan ayollar ko'rishlarini so'rab qolaylik. Sizning inomarka mashinangiz bo'lsa, buni qaranglar. Asal pulchi hollardan oling. Inomarka nima? BYD Tracker, Malibu 1, Malibu 2, Onyx, xullas Cobalt'dan, Gentra'dan baland mashinalar uchun juda ham neobычный chiroyli pulchi hollar, pulchi hollardan olganmiz. Ranglarini qaranglar. Asalda bu asal. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, eslatib o'tamiz. Обычный mashinalarga yo'q. Jenskilari faqat qimmat mashinalar uchun olingan. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mujskoylar uchun mana bunaqa matvi, girdlari temirli, nikelli, gujiferli, qanaqadir nimadir ana shunaqalardan olganmiz. Kelaverasizlar, dastlabki xizmatlari ham bor. Narxini aytinglar, narxi har xil 50 ming so'mdan 100 ming so'm atrofigacha. Kimga qanaqa qiziq bo'ladigan bo'lsa, hamma inomarka mashinalar topiladi. Kelib xarid qilsanglar bo'ladi, bo'lmasa yozinglar kommentariyaga, iloji bo'lsa qanaqasi borligini aytib o'tamiz. Sog' shabet, omon shabet. Har bittasini narxini aytib, Onyx ga bunaqa bor, Tracker ga bunaqa bor, BYD ga bunaqa bor deyishga Ilhomning aqli ham, vaqti ham yetmaydi. Bunaqa ko'p qilganlar. Qani keldi? Soniga. Sog' shabet, omon shabet. Sizlarni kutib qolamiz. Juda yangiliklar, zo'rlar bor. Sog' shabet.